Kutilmaganda hayotingizda nima sodir bo'ladi? Balki bu hafta, balki 2 hafta ichida. Tak, kartamga niyat qildim va niyat qilib ochyapman sizga. O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Ida Tarot. Shaxsiy rasklad bo'yicha WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Kutilmaganda hayotingizda nima sodir bo'ladi? Yoki bu hafta, yoki bir hafta ichida. Shu videoni qachondan ko'ryapsiz? O'shandan hisoblaysiz bir haftani. Tak, o'rtoqlar, kutilmaganda bilasizmi, sizga ikkita joydan taklif keladi. Agar siz oilaviy inson bo'lsangiz, ayol qiz, eringiz kutilmaganda sizga bilasizmi, qandaydir ikkita narsa tanla deydi, yoki buni tanla, yoki buni tanla, ya'ni ikkita tanlov qiladi, lekin bu tanlov juda ham chiroyli bo'ladi. Agarda siz parichkali qiz bo'layotgan bo'lsangiz, aqlingizdagi insoningiz sizga qandaydir nima desam ekan, qachon uydagilarim borsin deydimi, ya'ni shunga o'xshash narsani sizdan so'raydi. Tushuntira oldimmi? Lekin bitta ikkita tushyapti. Lekin 3 hafta ichida yoki 3 kun ichida sizda o'qutuv bor. Kim ko'ryapti meni bilmayman, lekin sizda o'qutuv amali bor. Tushundingiz-a? Уже bu karta tushdi, уже tushunib olsangiz bo'ladi. O'qutuv bor. Lekin shu imенно kim o'qitganini 3 kun yoki 3 hafta ichida siz bilasiz. Bilasizmi, qandaydir shokkoy sostoyaniyaga tushmaysiz. Siz qandaydir men o'zi bilardim, men qalbim sezardi, yoki qandaydir tushingizga yoki kiradi, yoki tushingizda alomat beradi o'sha inson. Tak. Sizni hayotingizda birisi bor, lekin yana boshqa bir inson tomonidan sizga bilasizmi, qandaydir taklif emas, ko'proq sovg'a deylik, yoki qandaydir gul, yoki qandaydir kichkinagina podarkachi deydimi, shunday narsa o'sha insondan keladi. U inson lekin sizga qaraganda yoshi ozgina, 1-2-3 yosh kichkina va uylanmagan insondan. Va siz bilasizmi, qandaydir ikkilanish bo'ladimi sizda-da, birdaniga to'xta deysiz va qandaydir tanlov ketyapti. Siz hayotingizda kutilmaganda ham juda ham chiroyli onlar bo'ladi va o'sha kim tomonidan, ya'ni sizga sehr, o'qutuv, magiya qilinganini bilib olasiz. Sog' bo'lamiz o'rtoqlar. Energiya meni unutmang.